9 euro bilan deb hammadingizmi? Undaqda bu imtiyozingizdan qo'rqqanmi? Assalomu alaykum qarindoshlar, mushaqlar xayrli bo'lsin. Bugungi qisqa videomizda Germaniyaningki bo'libmi mushu yazliq qatnash qurollariga yurgizgan chayandek bir paravalliq siyosati to'g'riliq qisqacha tanishtirib o'tamiz. Aldığım yıl yazdan başlap benzin bahasının öğrelep ketişini göz tutkan şunun bilan birlikte yeşillikni asrashni maqsad qilgan holatda transport vositaları qarta bu qitim alayda bir paravalliq siyosat yurgizdi. Ya'ni 9 euroluk bilan. Bir tal 9 euroluk bilan setib olsangiz, kelgusi 3 oy ichida Germaniyadagi asosiy jihatdan ko'p qism transport vositalarida xohlagancha berish kelish qila olasiz. Ammo buningda bilishga tegishli ba'zi bir muhim nuqtalar bor. Ya'ni bir tal 9 euroluk bilan faqat bir oylik kuchga ega. Ya'ni 6-oyda birini olasiz, 7-oyda birini olasiz, 8-oyda birini olasiz. Albatta ham 9-oyga uzatish to'g'riliq miki gap bo'lyotdi, ammo siyosat qayerdan qayerga ilib berildi, vaqt soat kelganda ko'rsak. 9 euroluk bilet bilan hamma transport vositalariga tushamaymiz, ammo ko'p qismlarga tushadi. 9 euroluk bilet bilan asosiy jihatdan bir o'lkaning ichi va yoki bir shtatning ichidagi regional sokdaydi va yoki bus deymiz va yoki aspan boshlarga xohlagancha tushib chiqsak bo'ldi. Albatta 24 soat kuchga ega. Ama dikkat qilishga tegishli muhim bir nuqta EC ve ECE. Bu ikki yani oq rangli jiroq safar qilgan bu poyezdlarga chiqib kelishdan cho'qim nazar olishingiz kerak. Bilib va bilmay siz bu xatolarni yurgizib qo'yib qolsangiz 60 euro jarimani to'lab qilishingiz mumkin. Mana bu nuqtani ko'z tutib, qarindoshlarning poyezdga chiqishdan burun har ehtimol qarshi poyezd xodimlaridan o'zingizdan belgilagan bu poyezdga chiqsangiz bo'lgan yoki bo'lmayotganini so'rashingizni tuanchik bilan tavsiya qilamiz. Hamdagi gap 9 euroluk biletimiz nasib ola olamiz degan vaqtda buning 3 xil setilish usuli bor. Birinchisi bo'lsa har bir vokzal, ya'ni Bahnhoflardagi informatsiyadan bevosita setib olsak bo'ldi. Ham undan sirt Deutsche Bahnning app telefoniga app orqali setib olsak ham bo'ldi. Va yoki fakartni avtomat deymiz, bunda to'rtchasilik tomba shaklli Aşinasını setib olsak bo'ldi. Agar biz A o'rindan B o'ringa bormoqchi bo'lsak, ham bu o'rinda A o'rindan B o'ringa olib boradigan har xil transport vositalari bor. Buning ichida biz qaysiniga tushsak 9 euroluk biletni ishlatalaymiz degan savol chiqadi. Albatta yosh bolalarimizning buni qilib ketalayotgani ishilma, ammo cho'nglar uchun men har ehtimol qarshi buni qisqa bir izohat berishni to'g'ri topdim. Bu vaqtda biz cho'qim telefonimizdagi Deutsche Bahnning appga murojaat qilishimiz kerak. Telefonimizga biz eng avval Deutsche Bahn navigatorni tushiramiz. Hem ondan sonra üstünki qurğa biz qo'zg'almoqchi bo'lgan o'rin, masalan, Stuttgartdan qo'zg'almoqchi bo'lsak, Stuttgart deb yozamiz. Siznikiga bormoqchi bo'lgan manzilning ismini, masalan, Frankfurt bo'lsa, Frankfurt deb yozamiz. Hem ondan sonra ve en muhim nokta sizdeki suchen, yani izlashni besishdan burun, o'sha izlash knopkasi bilan ustidagi cheslaning o'rtasida ma'lum bosqili bo'lgan bir bo'shliq bor. Biz bu yana bassak, such opsion degan, ya'ni bu izlash opsioni degan bu xil aynak ochildi. Şu vaqtda o'ng taraf ustidagi opsionni degan tanlash knopkasini bosgan vaqtida tuvandagi bir necha xil tanlash tizimligi chiqadi. Buning ichida biz ikkinchi qurdagi yana Verkehrs Mittel, yani qatnash transport quroli, qatnash quroli degani bosamiz. Bu xil ahvolda eng ustidagi muhim bilishga tegishli narsa Ali ya bo'lmasa nu nach Verkehr degani, ya'ni ikkinchisini bosamiz. Bir emas, ikkinchisini. Ham undan sal ostiga tushirib, Anruf Sammel taksi bilan hem mavut en aslında sanğanda tövteysi olan şif yani paraxtını öçürüp etimiz. Şunun bilan en üstündeki fatik yani tamamlandı degan knopkani besitimiz hem ondan sonra en üstündeki 5'te tigun yani veya ki 5'te tigun muqimlayma tamamlayma degan knopkani basıp bo'lgandan keyin inandan en az qizil ranglik izlash knopkasini basamiz. Bu planda başta Stuttgartdan qo'zg'alib Karlsruhe'dan qo'zg'alib Mannheimga, Mannheimdan qo'zg'alib Frankfurtga. O'tirliqda ikki qatim IR yani regional su kuchalaymiz. Hem ondan sonra en o'tirliqda bo'lsa bir aspan yani bir qatimliq tramvayga tushib 9 euroluk biletimizni shiltib Stuttgartdan qo'zg'alib ham ishlar joyida bo'lsa Frankfurtga o'ngishli yetib bora olamiz. Qardaydigan mashina haydaydigan qarindoshlarimizni bek sunib ketmasligini umid qilma. Albatta bundan burungi dizel bilan benzinning bahasi bek o'ritdi. Aldiki 2 so'm 20 tiyin, 2 so'm 30 tiyin ketib boradi. 9 euroluk bilet siyosati yurgizilgandan keyin 6-oyning birdan keyin aldiki 15% dan 20%gacha hukumat tushirganligini va'da qildi. Haqiqatda amalga oshirib hozir taxminan 1 so'm 80 tiyindan 1 so'm 90 tiyingacha bo'lyapti. Ha bundan sonra 9 euroluk biletni anlaşılan qilganda 9-oyda hatta mumkin bo'lsa 12-oygacha uzatishning gapi bo'ladi. Ammo qanchasi rost, qanchasi yolg'on, qanchasi amallashidu vaqt soati kelganda ko'rsak bo'ldi. O'tamiz qarindoshlar, mush vaqtlar xayrli bo'lsin. Kelasi ko'rishga omon bo'laylik. Allohga omonat.